Do'stlar, assalomu alaykum. Meni klientim bilan mijozlarim alhamdulillah Allohga shukr. Bugun mana Sharxonga akamiz assalomu alaykum. Bizning Sharxonni qayerga edi aka? Sharxonni shu Omash degan yeriga sotdik. Xudo xolisa bugun inshaalloh borib o'rnatamiz. Bir kompleks tanib oldi. Bitta mana misharkamiz oldi. 2025 yangi vipskasi deydi. Gibrid deganni oldi. Bitta 49 talik oldi. Bitta Drabelkamiz oldi. Bu oqqan ishlab chiqarish apparati. Kimga kerak bo'lsa O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Naqdga plastikka savdo qilamiz. O'rta Osiyoning xohlagan yerlariga kelishilgan holatda. Rossiyani ham, Turkiyani ham xohlagan yerlariga kelishilgan holatda dastlabkalarimiz bor. Akalar yaxshi kunda ko'rishguncha akamiz bilan. Mana ketyapti uyga xudo xolisa. Biz xudo xolisa inshaalloh olib boramiz, o'rnatamiz inshaalloh yuzib. Bu yerga batafsil ma'lumot beramiz xudo xolisa. Bashakamizni oldi mana. Xudo xolisa.